Assalomu alaykum, hormatlar, yaxshimisizlar? Nazarda yaxshimi? Mana eski romlarni olib tashladim, uyimda remont qilishni boshladim. Veranda tomondan balkon deymiz, bir xillar ikkita oynani olib tashladim. Короче, bitta g'ish qo'shdim razmeriga, anaqa romni razmerini hisoblab, yana betga ham g'ish qo'shdim. Ikki chekka g'ish qo'shdim. Sababi mana uni razmerini to'lashim kerak. Bu oldi tomoniga biz 4-etaj yashaymiz, oldi tomoniga. Men quyosh paneli qo'ymoqchiman. Plus bu yoqqa bitta, o'rtaga ikkita, chekkaga 3 ta quyosh paneli tashqariga. Nimaga tomga qo'ymayapsan desangiz, bizda shirkatda problema bor, qog'ozbozlik, xullas tepaga tomga saqich aniq qilingan, to'n yotilgan, xullas agar birinchi bo'lib qolsa, boshqa odam birisi qilsa ham men javobgarlik berar ekanman xullas. Xuddi shunaqa. Keyin esa hamma domni undan 50% dan oshiq qo'l qo'yib chiqishim kerak ekan, rozilik oldim. Hamma anaqa qo'shnilardan. Buni esa iloji qiyin rosa. Bitta hozir remont ketyapti. Mana bu g'ishlarni armiyat qildim, xullas. Elektrod 10, to'rlik elektrod 10ning obmaskasini tozalab, har bitta joyini teshib chiqqan. Bitta 3 ta teshik qilingan. 3 ta teshikdan mana 4 uzunligidan bu yoqqa tiqilgan. Armiyat qilingan. Mana shu elektrodni qurti. Mana bu yerda ham teshigi bo'lishi kerak. Mana teshigi. Bittasi bu yoqqa teshilgan. Protun tiqilgan, keyin bu g'isht qo'yilgan. Keyin har bitta g'ishtni orasiga ikkitadan anaqa teshib, yana protdan anaqa qilingan o'zining razmerida. Bu yoqqa 10 sm gacha kiritilgan. Kamida anaqa prot qolgani bu yoqqa. Mana shuna har bitta g'ishtni orasiga anaqa qilingan. Keyin bu yoqqa tiqilgandan tashqari mana hamma tomonga qilingan. Shunaqa qilib tashqari mana bitta sim bor, sim olib kelganman. Bunaqa sim, stроительный sim bilasizlar, bunaqa setkani o'rashga. Shunaqa simdan har bittasini o'rab chiqqanmiz bir-biriga, bunaqasiga, bu yoqdan bu yoqqa har bittasini. Buni kuni bu yoqqa mana shunaqa o'raganmiz. Keyin yonma-yoniga perimichga berganmiz. Undan tashqari stiklovata bor, bilsangiz. Ana shunaqada ham anaqa qilganmiz. Mana hozir. Bunaqa stiklovata, mana. Bunaqa stiklovata ham anaqa yotqizganmiz. Har bitta uning orasiga, g'isht orasiga va orqa tomoniga bunaqasiga yotqizganmiz har bittasiga. Bu armirovka qilib bo'lganimizdan keyin temirda protni simni armirovka qilib bo'lganimizdan keyin yotqizib, rastor qo'yganmiz shuna har bittasiga. Bu beton zilzilaga qarshi anaqa tepasiga ham 3 ta protni qoqilgan, bunaqasiga 3 ta o't tomonga ham har bittasiga shunaqa qilgan armirovka talabga javob beradigan qilganman. Xullas zilzilaga talabga javob beradigan. Undan tashqari yana men mana ko'rib turganingizdek hozir fokusni yaqinlashtiraman. Mana fokus yaxshi emas. Mana ko'ryapsizlarmi? Anaqa uyg'unlikda ankerman teshib qotirganman patologga va devorga. Bu devor yomonligi uchun emas, bu mana shu zilzilaga qarshi bo'lishligi uchun talabga javob berish bu 9 balgacha zilzila ko'tarish hisobini qildim. Xullas. Undan tashqari men aytdim, anaqa g'isht orasini anaqa tozalab shu vaqtda bu yoqqa ham xuddi shunaqa uyg'unlik qotirib bir-biriga svetga qilib, ustida yana shuvoq qildim. Mana anaqa beton shuvoq. Xullas. Nar tomonda ham xuddi shunaqa bor. O'rtadagisi mana uyg'unlik bor. Bu yerda ham uyg'unlik bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa anaqa qilganman. Uyg'unlik qotirib svetga qilib, keyin bet shuvoq tashlaganmiz xullas. Pastga qilinmagan, pastga просто shuvoq tekislab anaqa qilgandik. Xullas, keyin bet tekisladik. Betga svetga qilmadik, просто ichiga bunaqa stiklo setka yotqizdik. Xullas. Keyin esa mana oldida plita bor. Men eshitdim Toshkentda ana odamlarniki g'isht qo'ygan odamlarnikini olib tashlayapti ekan, g'ishtini plita svarka qilingan ko'tarmayapti deb. Xullas faqat rom bo'lsin anaqa qilyapti ekanmiz. Shunaqa eshitdim men. Haqiqatan shunaqami yo'qmi bilmayman. Biz Angrenda bunaqa narsa yo'q. Agar endi qiladigan bo'lsam, shunga o'ylab men talabga javob beradigan qildim. Mana beton panelda men aytdim 3 ta 10 tomondan
3 ta armirovka qilganmiz. Mana ikkitadan har anker bu tomonga, mana gayka boltli anker, beton tomonga, g'ish tomoniga ham mana отверточный ankerni bolt. Nimaga anti-o'rtishni? Chunki g'ish bu tomon, g'ishga mana shu ankerni bolt yaxshi. Har bitta o'z devorga va g'ishga o'zining ankerni bolti bor, yaxshi ushlash bo'yicha. Misol uchun bunikini yaxshi ushlamashi mumkin. Hatto ushlaydi, lekin gaykanikilik g'ishni yaxshi ushlamaydi, bilaman men. Xullas, mana shunaqa plastina qotirdik. Bu yerga keyin svarka qildik. Svarka ham oddiy elektrod emas, 10 elektrodda pastanki 10 elektrodda bo'lgan. Xullas, talabga javob beradigan qattiq anaqa uglerosli anaqa elektrod. Xullas, yana страховкasiga paskan qilib qo'yganmiz mana. Страховкasiga paskan qilib qo'yganmiz. Bitta endi yuk yo'q, просто yorg'ib bermaslik uchun, ushlab turish uchun просто. Mana plita просто nar tomonga ketmaslik uchun, yorilmaslik uchun hisobiga. Shu undan tashqari bitta zalit qilib chiqamiz. Sementni hamma shelbon yorug' joyda mayda yetmay qoldi, keyin yana qo'yaveramiz. Bet baram stashka qilinadi. Bitta ham xuddi shunday mana. Talabga javob beradigan qilib armirovka qilib chiqqanmiz. Metal mana qalin metal bu 6 mmlik metal qalinligi. Bu temir qirqish qiyin bo'ldi, shunga bunaqa tarsovkada qirqdim. Bunaqa tarsovkada bir akvachilarniki, lekin men uzun bir yoqqacha kiradi. Ular oddiy tarsovka emas, bu ikkita rejim bor. Ham temir qirqadigan, ham anaqa taxta qirqadigan, alyumin qirqadigan. Ular birinchi оборотda, mana bu mal оборот, mana bu katta оборот. Ular men bu spesial disk olganman. Ham temir, ham alyumin qirqadigan, bu qimmat disk. Temirni sekinroq qirqadi, lekin точно qirqadi. Anaqa iskra bunda vashim kam. Xullas, shunaqa qilib chiqdim. Bu video material qilyapman, чтобы keladigan bo'lsa ham mana talabga javob beradi deb anaqa qilib qo'yishga. Xullas, old tomonga aytganda 3 ta quyosh panel qo'yaman. Eng yaxshisi quyosh bu yerda mana bizda tog' yaxshi ko'rinadi. Mana tog' bo'lib turibdi hozir. Fokus yaxshi emas hal. Xullas, bu yoqda ko'rayotgan bo'lsangiz mana tog'. Xullas, quyosh bunday chiqadi. Hozir quyosh bunday chiqadi, men aytdim, ko'tariladi. Abit vaqtida salgina maytdan yopiladi, maytda. Keyin yana tushishni boshlaydi bunaqasiga. Faqat abit paytida quyosh sal bo'lmaydi shu. Keyinsi bu yoqqa tushib, bu yoqdan kirib ketadi bu tomonga qarab. Hozir misol uchun mana quyosh yo'q, hozir quyosh o'zi kirib ketdi bu tomonga, kech bo'ldi o'zi. Xullas, eng yaxshi shu. Quyosh paneli og'ir emas, bo'lsa 20 kilogramm chiqadi atrofida. U как fasad sifatida ishlatilaman. Buni bu yoqqa talabga javob beradigan. Ularga esa hozir quyosh paneliga krepleniyasini talabga javob beradigan qilganman. Mana ugonlikdan qilganman. Mana ugonlikdan, mana целый крепление ugonlik. Mana bunga 8 lik rezboviy prut qotiriladi. Mayda naskos teshiladi. Gayka bolt, orqasiga shayba bilan bolt qotiriladi orqa tomoniga. Betiga ham xuddi shunday. Betiga ikkita gayka qotirilib, svarka qilib qo'yiladi, чтобы chiqib ketmasligi uchun gaykani imini bunga emas. Gaykani bir-biriga aynab chiqib ketmasligi uchun yaxshilab keyin shayba bilan. Xullas, temir qalin, 2 lik, bunaqasiga 2 lik bo'lsa ham, bunaqasiga qalin, bu 4 lik qalinligida. Mana buni qayrib, bu tomon alyumin karkas o'tiradigan joy. Hozir mana bu tomon qayrib, mana bu yerda ham pol avtomatimiz svarka qilib qo'yganmiz. Mana pol avtomatimiz svarka qilib qo'yganmiz. Xullas, yonidan qotiradigan 3 ta teshik qildim. Shu bu baquvvat bo'lsin. Bu tomondan mana chekasidan bitta anaqa prut o'tadi. 8 lik rezboviy. Ikkinchi tomondan mana prut o'tadi. Xullas, bunaqa anaqadan ikkita qo'yiladi har bitta quyosh panelga. Bitta bizda mana xartasiga bor, anaqa ikkitadan bor bitta. Mana o'pshi bitta. Mana yana 4 ta bitta.
6 ta quyosh paneliga. Общий 6 ta bo'lyapti maketda. Biz talabga javob beradigan qilyapman. Men shu kelsa ham aytdi, pajamni boshqa joydan, shu mana men hammasiga talabga javob beradigan qilyapman deb qilib berishim. Xullas. Hammasi baquvvat bo'ladi debdilar. Bitta quyosh panel qo'ygandan keyin simlarni bu tomonga tortib, mana shu devorga polni karkas terib, endi remontdan keyin temirdan karkas qilamiz. Bu yerda mana bor, anaqa purutlar bor, ana yana ugonligi bor. U podezda turibdi, 6,5 metrmi shunaqa chiqadi. Shuning uchun bu yoqqa sig'magancha podezga qo'yib qo'ydim. Halat qilmaydigan qilib. Xullas bu yerda hamma joyini buni karkas qilib, akkumulyator qo'yadigan qilaman. Pastki tomonini invertor qo'yaman. Xullas anaqa invertor katta emas, 2 kilovatlik invertor, uni kuchaytirib 4 kilovatlik qildim. Sababi bu akkumulyator qo'yaman, bu akkumulyator har xil bo'ladi. Bu agar 24 voltlik yoki 48 voltlik qo'yish kerak bo'lsa, bir xil akkumulyator qo'yish kerak. Bu akkumulyatorda har xil bo'lavermaydi. Men bu akkumulyator sotib olib qo'yaman. Endi ilojim yo'q, men boyvachcha emasman. Xullas shunaqa qarorga keldim. Shu 2 kilovatlik invertorda 4 kilovatlik qilib bu yoqqa qo'yaman xullas. Mana tomonga invertor qo'yaman, qolgan joyga karkas qilib akkumulyator taxlayman xullas. Ko'proq akkumulyator bo'lishini xohlayman. Yana sababi anaqa pochchamiz elektromobil olgan zaryad qilishga. Hozir bu yerda bizga yordam kelgan shu elektromobildan zaryad qilishga bo'ladi. Zaryadligi 3 kilovatlik bo'ladi. Как раз akkumulyatorga zaryad qilsak, quyosh panelda ham tashqarida ko'ryapsizlar, oppoq. Fokus yo'qolyapti. Yo'sonu joyga zaryadni qo'yib qo'ydik. Zaryadga emas, rezetka. Rezetkada tok yo'q, bizdan faqat beton olib o'tib, beton olib o'tiladi. Biz anaqa elektromobilni ham zaryad qilishga, akkumulyator ko'proq bo'lsa elektromobilni ham zaryad qilishga bo'ladi-da. Mana shunaqa hamma joy. Qaytadan bitta tasvirga olamiz. Video suratga. Shunaqa. Hammasi xotirlagan. Hammasi svarka qilingan 10 elektrodda. To'rtlik 10 elektrodda svarka qilingan xolos. Shunaqa. Mayli, hammaga salom bo'lsin. Assalomu alaykum.